Qashqar Yangisaharda 22 yoshli Olimjon Ahmad lagerga olib ketilib, 40 kundan keyin jasadi chiqqan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, 22 yoshli Olimjon Ahmadning Yangishar noyisining Erdomun yesi qarashli ekanligi, Yangishar noyilik partiya maktabda qo'g'dash xodim bo'lib ishlashdan avval bir mahal Erdomun qarz kooperativida ishlaganligi va bu yerdagi vaqtida namoz o'qiydiganligi bayqalib qilib, 2016-yili ishdan haydalganligi ilgari surilgan. Olimjon Ahmad o'tgan oyning o'ttirlari lagerga olib ketilib, 40 kundan keyin oilasiga jasadi berilgan. Meyit yerlikka qo'yilish davomida mazkur oila soqchilar tomonidan nazorat ostiga elingan. Shuning bilan birga ma'muriy oilasida cho'ng bo'lgan Olimjon Ahmadning o'qituvchilik qiladigan bir hadisining mo yig'ilish lagerda ekanligi ilgari surildi. Qaysariyada yashayotgan Uyg'urlar haqida eqib yurgan so'z chechaklar haqida Qaysariya valiliği bayonot e'lon qildi. Bayonotda Uyg'urlarning o'ltirayotgan davlat o'ltiraq uylaridan chiqarayotganligi haqidagi xabarlarning to'g'ri emasligi, Uyg'urlarning ziyonga uchirmaganligi bildirildi. Bayonotda Uyg'urlarning turayotgan binolarning yer tavrashga qarshi yiqitish qarori chiqarilganligi, Uyg'urlarning bo'lsa o'z istaklari bilan yangi uylarga o'rinlashtirilganligi aytildi. Xitoy egilik huquq talab qilayotgan Janubiy Xitoy dengizida Avstraliya, Yaponiya va Amerikaning o'z ichiga olgan davlatlar orasida jiddiylik davomlashayotgan bir paytda Avstraliyaning Xitoyga qarshi ayblashlari ba'zi surkilishlarga sabab bo'lmoqda. Avstraliya may oyida Janubiy Xitoy dengizidagi Xitoy baliqchi kemalarining Avstraliya tikuchar aeroplanlarga lazer hujumi qilganligini, iyunda bo'lsa Xitoy askarlarining Avstraliya kemalariga buvoqlar parashyutlarini qutlarini bosganligini, buning maxfiy bir vazifa bo'lishi mumkinligini aytdi. Xitoy bo'lsa askarlarning borgan joylarda sayohat markazlarini ziyorat qilishning va yerlik mahsulot qo'llanishining normal ekanligini aytdi. Lekin tikuchar aeroplanga qilingan lazer hujumini qat'iy rad qildi. Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan Isroil uchun Xristian birligi, o 2019 boshliqlar yig'inining ochilish marosimida so'z qilgan Amerika muavin prezidenti Mike Pence, İran Amerikaning o'zini kontrol qilishni qarorsizlik bilan aralashtirib o'tmasligi lozim dedi. Pence so'zda Amerikaning Iran bilan yadro programmasi haqida suhbat o'tkazishga ochiq ekanligini va urush bo'lishni xohlamaydiganligini aytdi. Hamda Trump hukumatining Amerika manfaatini va fuqarolarini qo'g'dashga tayyor ekanligini ta'kidladi. Janubiy Germaniya gazetining xabar qilishicha, Germaniya armiyasiga oid maxfiy uchurlar saqlangan bir xotir kompyuter ikkinchi qo'l qilib setilgan. Kompyuterda Germaniya armiyasiga doir yuqori darajali uchurlarning borligi va hech qaysining o'chirilmaganligi o'ttirg'i chiqdi. Qattiq diskka setilishdan burun o'chirilmagan bo'lg'ashqa, Marsga raketa qo'yib berish qatorliq maxfiy uchurlar deb ayrilgan hujjatlarni o'z ichiga olgan nurg'un uchur oshkorlanib qolgan. Mudofaa ministrligi Janubiy Germaniya gazeti Marsga raketa qo'yib berish buyrug'ining jiddiy oqibatlarini keltirib chiqarmaydiganligini bildirgan. Hujjatlarning faqatla rasmiy ishlatish uchun turlarga ayrilishi eng tuvan maxfiyatlik saviyasida ekanligini ko'rsatdi.